Proyektus va VSN so'kib o'qiydigan raperlarga fikrimiz. Kim asli kim? Karalama jim. Sallaga nisbatan chiroyli so'zlarim bor. Bitta sanmas aqlli, o'rta bor boshqalayam. Sallaga qaratilgan ochiqcha gaplarim bor. Qani chuqur o'ylagin, hozir nechiga kirding? Shu umr davomida din uchun nima qilding? Din uchun nima qilding? Din uchun nima qilding? Din uchun nima qilding? Gapir. Bola qizlarga qarshi ekan, qizlar esa bolaga. Vaqt sari nafrat degan shior bu faqat sallaga. Bir-biringga javob yozib, bir-biring qoralaysan. Bir millat vakilisan, bir-biringni chaynaysan. O'z-o'zida bo'lib turib, o'zbekda gaplaradi. O'zini dono tutib, so'kib maqtanib yuradi. Kim uchun kimsan, mana uchun kimliging bilmaysan. Atak bundoq qarasam, bilingga arzimaysan. Gapni gapirib olibsan, jakarlab olibsan. O'zingcha mag'rursan deb ishni o'ylatgandek. Hamma u aqllisan, yetarli ish qilmaysan. Mashhur musiqalarga so'kib so'zlar yozasan. Bir-biringni qoralab, bundan rohatlanasan. Bir-biringni tanimasdan qofiya bob so'kasan. Aqling rivojlanmasdan o'zingcha dis o'qiysan. Mikrofonni oldida ko'p karalab tashabsan. So'kib qo'shiq chiqarib, spontan tanildingdi. Bittasi zo'r chiqibdi, dilsa xursand bo'ldingdi. Ayrim bola o'zicha der, keman deb yuribdi. So'kib qo'shiq chiqarib, duh ko'tarilibdi. Mayli bola o'z yo'liga, qizlarga kim qo'yibdi? Uyat hayoni yig'ishtirib, nomusni sindiribdi. Mikrofon orqali ular jabidirlab qo'yibdi. Nimaga erishding sen? Nimani o'zgartirding? Qo'shig'ingda na ma'no bor, turishingda na ibo. O'zbekchilikka xosmi bu xalqni buzvosalar? Ritmga tusholmasdan rapni orqa bossalar. Chalari o'qib o'zingcha na bo'laman debsalar. Qarashga sarim sallaga nafratim oshadi. Vaqt keladi, savol javob payti ham bo'ladi. Tepada qiyomatda javob berasan gapingga. Alloh oxiratda yig'laysan bu qilmishlaringga. Vaqt sari nafrat. Proyektus. Qani so'kib o'qiydigan raperlar, meni ham fikrimni bir eshitlaring. Proyektus. Nima bo'ldi topilmadimi boshqa tema? Nuqul so'kib o'qishdan o'tmay salla chekkaga. So'kish bilan to'ladi salladagi qog'oz. Kimlardir so'kib o'ziga yasaydi parvoz. O'zbekligimiz qattiq qoldi, qani etdinglar? Ko'pchilik ila so'kib nima foyda topdinglar? Men sani qilaman bashariga mamlaqa. Adabada gapirib asabga o'ynadinglar. Boshqa so'zing yo'qmidi? Qurib ketganmi? Nima faqat so'kishdan hurmat topiladimi? O'zbekda yashab turib reper salla o'zingcha. O'z rapni ko'tarishni xohlamaysan hech qancha. Qizing itni so'kadi, yigit qizni so'kadi. Oxirida bekorga janjal kelib chiqadi. Mayli vaqti qo'ymagan baribir yemaydi. Mashhurlikni xohlasang toza temani o'qi. Radioga chiqmasdan mashhur bo'lishim mumkin. Faqat o'qigan raping bir tiyinlik bo'lmasin. Inglizcha o'rismas, o'zbek deyishar sani. O'zbek bo'lsang o'qigin, o'zbekcha rapni qani? Biz o'zbek rapperlarni farqimiz shunda. So'kmasdan o'qib yetirish kerak o'zbekda. Xalqali biz ko'cha rapperlarni naturi. Ko'cha haqida rap o'qish faqat bizga. Biz o'zbek rapperlarni farqimiz shunda. So'kmasdan o'qib yetirish kerak o'zbekda. Xalqali biz ko'cha rapperlarni naturi. Ko'cha haqida rap o'qish faqat bizga.